Kutubxona ma'rifat uyi. Biz kutubxonachilar tinchlik elchisi. Biz har qanday zo'ravonlikka qarshi turib, jamiyatda poklik va adolatni qo'llab-quvvatlaymiz. Har bir kitob insonni ma'rifatga yetaklaydi. Ammo zo'ravonlik ma'rifatning yo'qligidan tug'iladi. Keling, kitob bilan zo'ravonlikka qarshi turaylik. Men shifokorman. Mening asosiy vazifam bemorlarni davolash. Men shifokorlarning zo'ravonlikka uchrashiga qarshiman. Qonun va adolat barqaror joyda, tinchlik ustuvor. Har bir fuqaroni himoya qilish sharafli burchimiz. Zo'ravonlikka qarshi kurashish oliy vazifamiz. Biz mijozlarga xizmat ko'rsatamiz. Bank xodimi ishonchni saqlash uchun har qanday zo'ravonlikka qarshi. Biz iqtisodchilarmiz. Iqtisodda ham, hayotda ham adolat muhim. Inson qadri saqlangan joyda iqtisod ham o'sadi. Zo'ravonlik adolatga zid. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Bir insonni himoya qilish butun jamiyatni himoya qilishdir. Zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik